do'stlar, endi sizlarga yoritish tizimi haqida gapirmoqchiman. Mana hozir qarang, qop-qorong'i xona. Endi hozir yoritish tizimini sekin-asta yoqishni boshlaymiz. Ko'rdinglar, har ikkita qatorga alohida yoritish tizimi o'rnatilgan. Maqsad nima? Maqsad ortiqcha yorug'lik kerak emas bo'lgan vaqtda uni o'chirib, elektr energiyasini tejash. Bu qurilmani afzallik jihatlaridan bittasi uni tejamkorligi. U suv kam, tanqis bo'lgan, elektr energiyasi tejalishi kerak bo'lgan joylarda juda ham qo'l keladi. Va binolarda alohida yana shartlar shakl qilish kerak emas. Pol har qanaqa polda ishlayveradigan suv, masalan oddiy sement polda ham ishlayveradi, suv tomadigan bo'lsa kam tomadi. Asosan suv mana bunaqa drenaj tizimi orqali demak yo oq havoga ketadi, yo kanalizatsiya bo'linadi, yoki bu hovuz qilinadi. Xullas kalom suv shunaqa chiqib ketadi. Endi yana bitta jihati bor. Agarda kimdaki bir necha marta foydalanaman suvdan deydigan bo'lsa, uni ham yo'li bor. Uni ham loyihasini qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu shunaqa narsa. Konditsionerlarni bugun video konditsionerini qo'ydirildi. Buyurtmachilar shuni xohlashdi. Video konditsionerlar nisbatan qimmat, lekin bularning afzalligi haroratni xonani hamma burchagida bir tekis ushlab bera olishdi. Bu ham bitta jihat. Keyin mana bu aravacha haqida ham aytib o'tmoqchiman. Aravacha bu qadrdon Abdulhamidning kashfiyotlari. Bu aravacha ishlashga juda qulay sharoit qilib beradi. Hozir oyog'i to'g'ri qotirib qo'yilgan ekan. Buni bemalol g'ildiratib yurish mumkin. Mana to'g'rimizlarni yechadigan bo'lsak, bemalol bir qo'lda, mana o'zi unaqa juda kuchli odam emasman, baquvvat odam emasman, lekin mana bir qo'limda bemalol itarib yuribman, ko'rdingizmi? Mana shunaqa narsa bu, qulay. Chiqishingiz mumkin bunga. Chiqib bemalol chiqib olib, mana chiqib olib, eng yuqori yaruslarga ham qarash mumkin bo'ladi. Shunaqa aravacha. Buni mana shu obyektni bizga buyurtma bergan odamni iltimos qilishganligi uchun Abdulhamid qadrdonimiz shaxsan o'zlari kashf qilib yasatib berdilar. Bunaqa narsalar. Xullas, yana nima haqida sizlarga aytishim mumkin? Bu korobkalarga e'tibor bermanglar, uyga olib ketish uchun donli mevalardan olib qo'yganmiz. Xo'p, donni solganimizga bir sutka bo'ldi. Nish urishni boshladi don. Hozir maxsus sizlar uchun